Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi video obzorimizda biz sizlarga yana yangi ochilgan Uzbekskiy Hype proyekti ko'rsatib o'taman. Ya'ni u sayt orqali biz sigirlar sotib olib, kunlik daromad olib borishimiz mumkin. Demak, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda yangi ochilgan o'zbekcha Hype proyekt. Bu saytning nomi Coop Farm deb nomlanadi. Demak, sayt yangi, bugun start berildi. Bu saytda biz sigirlarga investitsiya kiritib, kunlik daromad olib borishimiz mumkin. Saytga kirishimiz bilan biz birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak. Demak, registratsiyadan o'tish oson. Birinchi qatorga telefon raqam, ikkinchi qatorga parol, uchinchi qatorga temaymiz yoki taklif kodini ham video opsiyasida qoldirib qo'yaman. Taklif kodisiz registratsiyadan o'tib bo'lmaydi va oxirgi qatorga bu yerda kapchada chiqqan sonni bu yoqqa yozib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bossak bo'ldi, biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Har bitta yangi registratsiyadan o'tgan foydalanuvchilar uchun sayt bizga 20 ming so'm bonus beradi. Demak, bu yerda sayt haqida yana ma'lumot olishinglar mumkin. Bu yerda Telegram kanaliga ham qo'shilib qo'yishinglarni tavsiya etaman. Promo kod olib yana sizlar kunlik daromad olib borishinglar mumkin. Qanaqadir bonus summa olishinglar mumkin. Sarmoyani hisoblash bo'limiga o'tamiz. Bu yerda уже biz VIP tariflari bilan, ya'ni sigirlari bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Eng arzon sigiri 80 ming turadi, ya'ni 20 ming bonus bersa 60 ming sarmoya biz kunlik 7272 so'mdan daromad olib borishimiz mumkin. Demak, buning uchun darhol sarmoya kiritish tugmasini bosamiz. Muvaffaqiyatli degan yozuv chiqardi bizga. Biz sigirlarni sotib olgan bo'lamiz. Video davomida qanaqa qilib sarmoya kiritish, pul chiqarishni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, ko'rib turganingizdek 150 ming, 300 ming, 600 minglik sigirlar bor. Hammasini kunlik daromadini pastga yozib qo'ygan. Kunlik foyda 80 ming so'm deb qo'ygan. Demak, 600 minglik sigirini sotib olsak, biz kunlik 80 ming so'm ishlab borishimiz mumkin. Demak, bosh sahifa bo'limi orqali biz mana shunaqa sigirlar haqida ma'lumot olsak bo'ladi, qanchaga sotib olamiz, qayerdan sotib olamiz va kunlik daromad qancha, shular haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Endi bu saytga qanaqa qilib sarmoya kiritamiz desanglar, buning uchun tepaga o'tamiz. Bu yerda pul to'ldirish tugmasini ustiga bir marta bossak bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Pastdan summani o'zingiz yozsanglar ham bo'ladi yoki bu yerda o'zi tayyor qilib qo'ygan summalarni ham bosishinglar mumkin. Demak, minimalniy sarmoya kiritish 80 ming so'mdan boshlanar ekan. Sarmoya kiritganimizdan keyin eng uzog'i 30 daqiqada bizning profilimizga pullar kelib tushadi. Lekin 30 daqiqaga cho'zilmaydi, 5, 10, 15 daqiqada bizning hamyonimizga, ya'ni bizning balansimizga pullar kelib tushadi. Undan keyin davom etish tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bizga karta beradi. Xuddi shu bergan kartasiga biz pullarni o'tkazib screenshot qilib olishimiz kerak. Karta raqamini mana kopirovat qilib olamiz, bu yerdan 80 ming so'm tashiymiz. Endi bu bank kartasi ekan. Tashaganimizdan keyin chekka screenshot qilib, mana shu ko'k tugmani bosib, biz o'sha chekka screenshotini tashab qo'yishimiz kerak. Shundan keyin 10-15 daqiqaning ichida bizning balansimizga biz kiritgan sarmoya kelib tushadi. Endi orqaga qaytib olamiz. Mana orqaga qaytib oldik. Ko'rib turganingizdek xuddi shu tariqa biz saytga sarmoya kiritishimiz mumkin. Endi ikkinchi bo'limi daromad bo'limi. Bu bo'lim orqali biz sigirlarimizni daromadini ko'rib borishimiz mumkin. Demak, men VIP bir sigirini sotib olganman. Bu bizga общий 120 kun ishlab beradi va agar sayt 120 kun ishlasa bizga 872 ming so'm daromad olib kelar ekan. Demak, biz kiritgan sarmoyani 10x qilib olib keladi, lekin saytda o'zi 120 kun ishlamaydi menimcha, chunki bu Hype proyekt, ya'ni saytga qancha ko'p odam kirib, qancha ko'p odam sarmoya kiritib pul ishlashni boshlasa, sayt o'shancha ko'proq bizga ishlab beradi. Agar har kuni yangi foydalanuvchilar kirib sarmoya kiritib pul ishlashni boshlasa, sayt indamay bizga 120 kun ham ishlab beradi. Faqat shu sayt Hype proyekt bo'lgani uchun qancha ko'p sarmoya kiritilsa, shuncha ko'p pul ishlanadi. Shu bunaqa saytlardan qanaqa qilib pul ishlash sistemasini ko'pchilik biladi deb o'ylayman. Chunki bunaqa saytlarni ko'p sizlarga video obzor qilib chiqarib berganman. Keyingi bo'limi bizda ulashish bo'limi. Bu bo'lim orqali bu saytga do'stlarimizni chaqirib, yana plyus daromad olsak bo'ladi. 3 urinli hamkorlik dasturi bor, 23 va 2% deb tashkil qiladi. Demak, orqaga qaytamiz. Pastda yana ma'lumotlarni ko'rishinglar mumkin. Silkamizni bu yerdan kopirovat qilib olsak bo'ladi. Demak, 4-bo'limi mening sahifam bo'limi. Bu bo'lim orqali o'zingizlarni balansinglarni ko'rib borishinglar mumkin va bu yerdan ferma tekshiruvi bo'limi orqali har kuni sizlar 2 ming so'm bonus olishinglar mumkin. Hozir belgilang tugmasini bossanglar, ko'rib turganingizdek bizning balansimizga 2 ming so'm bonus tariqasida o'tdi. Endi 24 soatdan keyin kirib, yana 2 ming so'm bonus olishimiz mumkin. Ferma jamoaviy vazifalari bo'limi orqali har xil vazifalarda qatnashib, ya'ni vazifalarni bajarib, yana pul yutuqlarini yutib olsanglar bo'ladi. Va 3-bo'limi bizda promo kod bo'limi bo'ladi. Ferma xazinasi bo'limiga o'tib, sizlar bu yerdan promo kod yozib, xuddi mana bu odamlarga o'xshab kunlik bonus olishinglar mumkin. 2600,
2200 har xil summalar chiqadi. Promokodlarni qattiq olamiz desanglar, Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishinglar kerak. O'sha Telegram kanalda promokod beradi. Shuni bu yoqqa yozib, mukofotni olish tugmasini bosib, sizlar promokoddan yana pul yutuqlarni yutib olishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganinglardek sayt interfeysi xuddi shunaqa. Sarmoya kiritamiz, bosh sahifa bo'limidan sigir sotib olib, prosta kunlik daromadimizni avtomatik ishlab borishimiz mumkin. Demak, pul yechib olish bo'limi orqali pullarni yechib olsak bo'ladi. Uning uchun birinchi bo'lib bank kartamizni saqlanib tiqib qo'yamiz. Birinchi qatorga ismi, ikkinchi qatordan bankini va uchinchi qatordan bank kartamiz raqamini yozib qoldiramiz. Mana yozib oldik, tasdiqlash tugmasini bossak bo'ldi. Endi shu bank kartaga biz pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Yechib olish tugmasini ustiga yana bir marta bosamiz. Bu yerda summani kiriting deb qo'ygan, balansimizda 142 ming so'm bor. Biz hammasini yozamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz va bu yerdan ha tugmasini bossak bo'ldi. Bizga skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Demak, bu yerda ma'lumotlarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Ertalab 9 dan kechqurungi 6 gacha pul yetsak bo'ladi. Minimal pul yechish 20 ming so'm ekan va 15% bizdan komissiya olib qolar ekan. Demak, pul yechganimizdan keyin bizga 1-2 soatdan 12 soatgacha bizning pullarimiz kartamizga kelib tushadi. Demak, bu sayt silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz silkasi video opsiyasida va zakrepleniy kommentariyada bo'ladi. Agar yoqqan bo'lsa, bemalol kirib tanishib chiqishinglar mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.